Rossiya texnologiyasi endi 10 kishilar tomga loy bosish kerak emas, 30 yilga garantiyali tomga termopena yangilik. Hozir akalarimiz 300 kilovatga 5-etajga 10 santimetrligidan quyib berishyapti. 10 santimetrligini 1 kilovatini narxi 45 ming so'm, 5 santimetrligini 1 kilovatini narxi 35 ming so'm. Loyga nisbatan yaxshi tomog'i, qishda issiq, yozda salqin bo'ladi, tomingiz utuplit bo'ladi, suv emmaydi, hech nima bo'lmaydi. Sichqon, burgak tana yemaydi, bemalol qildirsalar ham bo'ladi. Oddiy tomga loy bosib berish xizmatini o'zi ham 1 kilovatini narxi 20 ming so'mdan bosib berishyapti. Hamda undan tashqari turpoq olibdi, somon olibdi, hamda qamish olibdi, xullas usta haqqisi hamma yo'g'i bilan o'pshi 35 ming so'mga to'xtaydi. 35 ming so'mga undan ko'ra tomga penani quydirib qo'ygan yaxshiroq. Akalarimiz hamma apparatura narsalari bilan tomga chiqib turib penani quyib berishyapti. Pastdan paqirni tor, ishla, hech qanaqa loyni tor degan narsalar bo'lmaydi. Kimdan kim tomga qildirmoqchi bo'lsa, pastdagi telefon nomeriga aloqaga chiqinglar. Tamom.